Har gal aka bilan singilni o'rtasidagi mehr-oqibatni ko'rgani juda ham quvonaman. Bugun ana shunday mehrli singillar akasidan e'tibor ko'ryapti. Ya'ni Sherzodbek aka Musofirdagi bugun 34 bahorga kirgan singillari Yulduzxon opaga hamda achalari biz vodiy tilida Shevada acha deydi. Ya'ni buvini muhtaramxon buvini 86 yoshlari bugun. Ikkalari uchun ham sovg'a olib kelganman. Opaga buvijonga gullar hamda chivirliklar bilan birga quvonch ulashamiz. Ko'ramiz bugungi tabrik qanday bo'ladi. Bugün en chiroyli gullarni olib, qo'liga yuboray
Rahmat oğlum, rahmat. Akıl yaşayaptı bizga nishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Tutunsa tunmagan didorim. Uşaq canimga madorim. Yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Bu mening onam. Bu mening onam. Jannatimsiz jonim. Rahmat oğlum, rahmat. Köpünü göreyim. Doyma türlerimizde bakıyorum. Siz ko'p yashang. Rahmat oğlum, rahmat. Amin. Yolunuz açık olsun. Köp geçen, köp geçen. Ömrünüz uzar, rızkınız barat olsun. Kaygı borçlarınız da mertebeniz uluk olsun. Uluk olsun. Oğlum öldürün ben, tulun tükül ben. Hızır bom ne dertsine, hızır bom ne dertsine, hızır bom ne dertsine. O'tirib olaveringlar. Assalomu alaykum. Bugun mana shunday go'zal kunda onajonim sabab, singlimiz Yulduzxon sabab mehribonlarga quvonch ulashlik baxti bilan siylandik. Juda ham xursandmiz. Kimga qiyin? Oilasidan uzoqda yurgan musofirga qiyin, lekin musofirlar bilan o'rtada kichkinagina ko'prik bo'lib, musofirni bir sog'inchini yetkazishlik baxti bilan muyassar bo'ldik bugun. Sherzodbek akam sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'radilar. Yer ko'kka ishonmaydilar. Qancha shirin niyat, qancha yaxshilik kerak bo'lsa, faqatgina hammasini sizlarga tilaydilar. Muhtaramxon, onajonim bugun 18 bahorga kiribsiz-da, ona. Ha, ona. Yulduzxon singlimiz esa endi 10 yoshni qarshilabdilar. Umringiz uzoq bo'lsin. Nimaga bunday deyapman? Mana shunday mehribon insonni qalbi hech qachon keksamaydi. Shirin so'z bilan qalb yosharadi. Qattiq so'z bilan qalb qariydi. Sherzodbek akam bugungi qilgan e'tiborlardan bir narsani bildimki, oilada kattalardan juda ham zo'r o'rnak olganlar. Qish uyida ko'rganini qiladi deydi. Bugun men yaxshi niyatlaringlar omonat qilib shukrona kunlarda Alloh nasib qilsa shunaqa gullarni beraman deb niyat qilgan ekanlar bugun. O'rtada kichkinagina ko'prikman xolos. Baxtlariga onajon umringiz uzoq bo'lsin. Ko'p yashang. 100 yoshlaringizda ham kelib quvontirishlik baxti bilan siylanaylik. Ochig'ini aytinglar, kutganmidinglar, kutmaganmidinglar? Yo'q, bilmagan-diglar. Bilmagan deydi. Yulduzxondan so'rasam, Anam. ayni fursatlarda eng baxtli singil kim? Bugun men. Akangizdan kutganmidingiz? Yo'q, kutmagan edim. Kutmaganmidingiz. Musofirdalik uchun kutmagan edim. Mehribon aka qayerda bo'lishidan qat'iy nazar bar mehrini beraveradi. Oralida hozir bilasizmi? 3000 kilometr kamida farq borda, masofa bor. Lekin bir narsadan quvoning, bekorga sizga baxtlimisiz, xursandmisiz deb savol bermadim-da. Singlingizdan 100 metr uzoqda turib shirin so'z aytmaydigan akalar borda. Siz akangiz bugun uzoqlarda turib boringizga shukr keltirdilar-da. Boringizga shukr keltirdilar. Ben bir ajoyib so'z eshitdim akamdan, Sherzodbek akamdan. Ochiqni aytsam, o'zim ham to'lqinlanib ketdim bu so'zni eshitib. Betob bo'lganimda singlim kelib bitimmi sizlar degan gapni gapirdilar-da. Jigarda. Shunday jigarni dunyoga keltirib bergan mehribonlarimga o'zim rahmatimni aytaman. Baxtimga umrlar uzoq bo'lsin. Bularning duolarini olib, roziliklarini olsam bo'ldi. Menga boshqa hech nima kerak emas. Xudodan davlat ham so'ramayman. Singlimga uzoq umr tilayman. Yaqinlarimga faqatgina yaxshilik tilayman. Men Xudodan so'raydigan narsam faqat shu degan so'zni aytdilar. Bugun qo'shaloq bayram ekan. Onamni ham shukrona kunlari, singlimizning ham shukrona kunlarida. Ammo keyin birinchi niyatsizdan eshitmoqchiman. Ikki kishining niyati bittada aytib ketaverasiz. Bittada. Onamga ham, singlimizga ham niyatlaringizni bildirib qo'yasiz. Gapiraylik, ushlab turaman. Shu onamizga uzoq umr tilayman. Farzandlarning baxtiga, nevaralarining baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsin. Ana singlim emas, endi qizim. Umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Ana shirin farzandlariga bosh bo'lib, duoga bo'lib, uzoq umr ko'rib, sog' salomat yursin. Bunaqa bahorlarda ko'pini ko'raylik.
Yana yillarga ham shunday qatorlardan xato bo'lmasdan shu dasturxonda uchrashlikka Allohim nasib qilsin. Umri uzoq bo'lsin. Sog' bo'lgin qizim. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Ona, Avvalo xonadonimizga xush kelibsizlar. Mani singil opam, onamning o'rnilarida onam, qizim Yulduzxon bugun tavallud ayyomlari ekan. Muborak bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'linglar. Mana shunday bir e'tibor berib, shuncha ishini ichida e'tibor bergan Sherzod begimni tanijoni sog' bo'lsin. Oralaridan hech qachon mehr oqibat yo'qolmasin. Baxtimizga hamma jigarlarim, jiyanlarim salomat bo'linglar. Bunaqa to'kin dasturxonlarda doim birga bo'lish nasib qilsin. Sizga ham omadingizni bersin. Tanijoningiz sog' bo'lsin. El ichida doim aziz mukarram bo'lib, mana shunday bir e'tiborga loyiq bo'lib umringiz uzoq bo'lsin. Ona, Xush kelibsizlar xonadonimizga. Avvalo, mana shu onajonimni ilohim muborak yoshlari bilan tabriklayman. Umrlar uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Doimo xonadonimizni to'rlarda duogo'y bo'lib yursinlar. Qizimga baxt saodat tilayman. Umriga, rizqiga Alloh barakot bersin, tani joniga sog'lik bersin. Nima niyatlari bo'lsa Alloh o'zi yetkazsin. Ilohim mana o'rsiratgan farzandlari ham mehribon bo'lsin, o'zidagi aqlli, xushli, iymon e'tiqodli qiz bo'lsin ilohim. ilohim. Allohim doimo Allohning oldida yuzi yorug' bo'lsin, ilohim elga aziz bo'lsin. Sog' salomat yursin baxtimga ilohim. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rsin. Opa, ushlab olaylikman. Hamma niyat qilib, siz gapiring. Katta gapiraylik shular. Avvalambor mana shu xonadonga xush kelibsizlar. Mana bugun onajonimni shukrona kunlari, mana jiyanim Yulduzxonni shukrona kunlari bilan bularni tabriklayman. Bularni umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Mana shu jiyanim ham boqayotgan mana shu farzandlari o'ziga o'xshagan, el koriga yaraydigan, elni o'rtasi bo'lib yursin. Hamisha onasiga mehribon bo'lsin. Mana shu jiyanim ham ishlariga rivoj bersin. Hamisha topgan tutganiga Alloh baraka bersin. Mehr oqibat hech qachon jigarlar o'rtasida, qarindosh urug'lar o'rtasida yo'qolmasin. O'tirgan o'rnlarimiz ham yo'qolmasin. Onajonimiz ham yuzlarga kirsinlar. Hamisha mana shunday farishtalardek bo'lib, duogo'y bo'lib qatorlarimizda o'tirishlarini tilab qolaman. Ilohim. Opa, niyatlar. Avvalambor hammani xush kelibsizlar shu xonadonga. Bugun mana onajonim bilan jiyanimni tavallud alomi ekan. Shu bilan shularga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Doimo yaxshi kunlari mana shunday o'taversin. Ilohim. Tinch bo'linglar. Rahmat sizlarga. Qolganlar niyatini eshitishdan oldin akamni bir omonatlari bor edi. Menga yozib qoldirganlar. Mana shu omonatni sizga topshirib qo'yaman. O'zi emay menga tutinganim, xasta bo'lsam alam yutinganim. Olis ketsam ortimdan duolar qilganim, men singlimni yaxshi ko'raman. Duosidan kuch oldim ziyo, duogo'yim cheksiz bir dunyo. To qiyomat asrasin Xudo, men singlimni juda ham yaxshi ko'raman. Singlim farishtamsiz mening boyligim, dunyodagi eng chiroyligim. Yonimizda yuring har doim, singlim, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. O'zi yemay bolalikda menga tutinganim, xasta bo'lsam alam yutinganim. Olis ketsam ortimdan duolar qilganim, men singlimni yaxshi ko'raman. Bu so'zlar menimcha omonat edi. Menimcha omonatni topshirib qo'ydim. Yelkamda yuk og'darildi. Akangiz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'radi. Onamni yaxshi ko'rishadi. Onajon, baxtlarga umringiz uzoq bo'lsin. Sizni nevarangiz bo'ladilar adashmasam, ha? Bolalikda ko'p narsani ilingan ekansiz. To'g'rimi? Ha, ona? Bolalikdan mehrini bergan, tunlar bedor yulduzlar tergan. Biz uchun minnatsiz duolar qilgan bu jonimning borligi mening baxtimdir, boyligim borligi mening baxtimdir degan so'zlarni oxirida yozib qoldirib qo'yibdilar akam. Umringiz uzoq bo'lsin, onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Aka, endi niyatni bildirasiz? O'zim gapiraman. Gapirishib turaman, gapiraylik. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mana akamlarni umrlari uzoq bo'lsin, bunaqa yoshdan ko'pini ko'rsin, jiyanimiz Yulduzxondan bunaqa yoshdan ko'pini umri uzoq bo'lsin, bolasini baxtiga sog' bo'lsin. Hamisha omadini bersin. Ilohim. Akamiz yuzlarga kirib yursinlar. Xudo xolisa biz to'ylarimizni, to'ylarni ko'rsinlar. Ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin. Opa. Avvalambor xonadonimizga xush kelibsizlar. Mana bugun shunday ulug' kun ekan. Bu jonimni umrlari uzoq bo'lsin. Shunaqa yoshlar ko'pini ko'rsinlar. Mana singlim ham tanjalari uzoq bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarning kamolini ko'rib yashasin.
Tanjovlar sog' bo'lsin. Siz kim bo'lasiz? Adashmasam akam ayollarsiz-mi? Ayollarsiz, adashmayotgansiz. Men bir narsani aytmoqchiman-da. Aslida ko'pchilik kelinlarni ayblayveradi-ku, ha. Mehr ikki qo'ldan chiqadi-da. Opamizga ham rahmat aytamiz, oila hammaga rahmat aytamiz. Opamni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz? Singlim. Yaxshi ko'raman, bitta quchoqlab qo'ying, o'zim bitta ko'raylik. Ko'z tegmasin, mehr-oqibatinglar ko'z tegmasin. Sherzakam qizlari. Sherzakamga telefon qilinglar. Video yozibdan iltimos. Bu telefondan qilamizmi? Siz unga niyat bildiring. Avvalambor bugun uyga kelgan mehmonlar hammalari xush kelibsizlar. Bugun bu jonim ammamdan tug'ilgan kunlari edi. Tabriklar va 100 yoshlarga kirib yurishsin. Bunaqa kunlarni ko'proq ko'rishsin. Bugun ko'zlaringizda aniq bilaman, quvonch yoshlari, g'ammasa, quvonch. Bugun achamlar bilan ammamlar tug'ilgan kunlari. Ilohim 100 yoshlarga kirib yursinlar. Bunaqa tug'ilgan kunlar ko'pini ko'rib yursinlar. Bir narsa so'ramoqchiman. Ayni fursatlardagi eng baxtli singil kim? Akasi bor, menga o'xshagan akasi bor singil. Asli. Hozirchi? Hozir men Menga ish kerak edi. Hamisha baxtlilar qatorida bo'ling. Mana hozir akangizga qo'ng'iroq qilib berishlarini so'radim. Asli aytgan qo'shiqlarim, she'rlarim hamma sizlar uchun edi. Akam omonatlari edi. Endi o'zlaridan ham bir og'iz singlim sizni yaxshi ko'raman degan so'zlarni eshitaylik. Qani? Sherzodbek akamga telefon qilyapmiz. Ulanyapti. Wi-Fi'da ekan, yaxshi opa. Aka bitta ko'rinish berib yuboring iltimos. Mana Sherzodbek akam o'zlari bo'ladilar. Aka birinchi buvijonga niyatni bildiring, mana ko'rib turibdilar. Ya yo'q. Aha. Niyat Aka. Acham tuzumsiz. Rahmat bo'lsin. Omadingni bersin ilohim. Akang kechir. niyatlarni bildiring. Nima deyman deyaptilar. Baxtimizga sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Aka, buvijon sizni yaxshi ko'raman deb ayting, shevada aytavering acha deb. Tushunib oladi, tushunadigan inson. Akam sizni yaxshi ko'raman. Mana. Farg'ona, Andijon taraflarda buvini onani buvi deydi-da. Buvi desak onalar deb o'ylashing. Buvijonlar achalari, ya'ni shevada achalariga. Aka, singlingiz turibdilar. Hamma so'zlaringizni aytdim. Bilmadim, mendan ham gapga usta ekansiz, ochig'ini aytaman. Yozib qo'ygan narsalaringizni ko'rib o'zim hayratda qoldim. Qani endi rahmat kattakon. Yulisxon sizni yaxshi ko'raman. rahmat. Ona akam ko'rib turibdilar. Bitta duo qilib bering. Aka, bu duo siz uchun. Amin. İçini büterip, mana bollariga ega bo'lib, bollariga ega bo'lsin, bollariga ega bo'lsin. Amin. Amin, amin. Amin. İçiga rivoj bersin, ichiga rivoj etsin. Umri uzoq, rizqi barat bo'lsin. Rizqi barat bo'lsin. Allohu akbar. Umringiz uzoq bo'lsin. Aka davomini endi ko'rib turaverasiz, onlayn. Biz davom etamiz. Mashinim gapiraman degandilar. Ismingiz nima? Meni ismim Malikaxon. Tabriklaysizmi? Ha. Tabriklang. Acham bilan Yulduz opamni tabriklayman. Tug'ilgan kunlari bilan yaxshilikka to'lib yursin. Ilohim shu tug'ilgan kunlari ko'pini ko'rib yuraylik. Ya, umringiz uzoq bo'lsin. Yashang, yashang, yashang. Yana kim gapiradi? Sabinaxon? Keling, shirin qiz, keling. Keling. Sizni yaxshi ko'raman deb bitta quchoqlab qo'ying. Sizni yaxshi ko'raman deb. Ha, ayting. Quchoqlab. Yaxshi ko'raman. Mehribonlar, bugun sizlarning qalbingizga ozginagina musofirdagi yaqinliklarni, omonatlarni topshirgani keldim. Bu meni vazifam edi. Quvontirganligimdan, ozginagina mana shu omonatlarni berganligimdan xursandman. Ona,
davron to'g'riga yarashib turibsiz. 130 yoshga kirganda ham davron to'g'rini hech kimga bermang. Duolarni qilib turing. Hammangizga shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.